Assalomu alaykum. Newtech jamoasini kuzatuvchilari, mana bugun navbatdagi traktorimizni Chinoziy akalarga baraka qildik. Alloh baraka qilsin aka, xayrli qilsin. Aka, bizni qanday topgansiz? Qanday topdingiz? Sizlarni YouTube'dan topdim. Traktorni ko'rib oldim. Qulayliklari bizga yoqqani uchun shuni tanladik. Nima qulayliklar? Masalan, bizlar hozir bizlar bunday ekan deb maqtashimiz mumkin. Nimaga? Bizlar sotuvchimizda, sotish uchun har bir sotuvchi o'zini tovarini maqtagiz keladi. Lekin oluvchi buni haqiqiy masalan real holatini ayta oladi deb o'ylayman. O'shaning uchun oluvchilarga o'zingiz bir qanaqa farqlari, nima yaxshi tomonlarini aytsangiz, keyingi oladiganlar ham haqiqatda shu narsa haqiqatligini masalan oluvchi tomonidan aytayotgani uchun ishonarli bo'lsa kerak. Aka, masalan oluvchilarga qanaqa o'zgarishlar, yaxshi joylar borligini o'zingiz aytsangiz bo'lmasa. Endi buni oldi tortadi birinchi o'chirda. Aha, 4x4. 4x4. Endi radiatori Sovutish sistemasi. Sistemasi добавочный bor qo'shilgan. Shunday ekan. Radiatori katta radiatorli qo'shimcha, keyin pompasi bor. Suvi sirkulyatsiya qiladi. Qizib ketishi oldini oladi. O'zining elektronli ventilyatori bor. Xudo xolasa qo'shib qo'ysangiz suvni sovutishni ancha yaxshilatganmiz. Yaxshi qulayliklari yaxshiligi uchun shuni tanladik. Keyingi qo'shimcha yana o'zgartirgan joylarimiz orqa navisni chaslari. Navisnlari ikkitalik bunda. Bu zavodskoy qo'yilgan bular. Bular oddiy prostoy emasda, ko'rinib turibdi shunday. Qo'shimcha ikkita silindrli qilingan. Bular boshqa traktorlardan farqi tepaga ko'taradi ham, pastga bosadi ham. Mabodo yerlaringiz juda ham qattiq bo'ladigan bo'lsa, puluklaringiz tushmaydigan bo'lsa, ustidan bosib ham tushirsa bo'ladi. Shunday anonsi ham bor. Balonlari ham katta balonda chiqqan bular. 9,5 ga 24. To'g'ri aytasiz. Balonlarimiz 9,5, orqa balonlarimiz 9,5 ga 24, oldi balonlari 6,5 ga 16. Balonlari ham ancha katta. Agatli ekinlarni ishlatganingizda agat balandroq bo'ladi. O'sha ekinlaringizga tegib qolmasligiga xudo xolasa ancha yordam beradi. Yaxshi, hamma tomoni zo'r. Ko'nglingiz to'ldimi traktordan aka? Pluglari bor. Ha, qo'shimcha 2 korpusli pluglari va yana frezerlari bilan qildik. Aka, barakali bo'lsin, xayrli bo'lsin aka. Xudo xolasa keyingi oladiganlar ham bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Traktorlarimiz soni cheklangan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin.